Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, YouTube ishqibozlari, My Farms kanalimiz ashaddiy obunachilari. Siz Parandachilik Nomeraning kanaliga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan Navoiy viloyati Navoiy shahridagi yangi bozor parranda bozoridan video qilib chiqdim. To'liq obzor bo'ldi bu safar. Ko'ringlar, oxirigacha maslahat beraman. Nomerlarni qoldirdim. Va ko'rib turganlaringizdek, Media Park shuni orqasida bilsizlar. Dehqon bozorining ichida bo'lyapti. Xo'p, kelinglar, ko'ringlar, sham kun bo'lyapti. Ertaga yakshanba eski shaharda bo'lar ekan. Videoni uzunroq bo'ldi, to'g'risi. Ko'ringlar, oxirigacha maslahat beraman. Videodagi nomerlarga telefon qilib aloqaga chiqing. Yo'qsa agar parrandalari telefon qilib sotib olishlaringiz mumkin. Bittadan kommentariya chiroyli qilib yozib qoldirsangizlar, bizning mehnatimizni YouTube'dagi algoritmlarga ishlatgan bo'lasizlar. Xo'p, hammalaringizga maroqli ko'rsatuv. Xayrli kun hammaga o'rtoqlar. Mana sizlarga Navoiy shahrida yangi bozordan, parranda bozoridan video qilishni boshladim. Ko'pchilik so'ragani uchun. Qaranglar, mana endi o'tkalar bor ekan, o'rdaklar. Aralash bitta qafasda. Men sizlarga ma'lumotdan berib ketaveraman-da, qaranglar. O'rdak tanlashda qaranglar. Rangi yarkisi bor-ku, mana qarang. Tovlanib turgan xo'rozi. Mana shunaqasi tovlanib turgan olish kerak. O'rdak xo'rozini olmoqchi bo'lsangizlar. Endi o'tgani ham mana patlariga qarasizlar, yaltirab turganini, hammasi bu degani svej, sog'lom mana shunaqa bo'ladi. O'ziga qaraydi, mana o'rdaklar qaranglar, patlariga. Mana bunday yotib havos bo'lib o'tirgani kayfiyati yo'q bo'ladi. Mana o'ziga qarab, energiya ishlar sog'lom bo'ladi o'rtoqlar. Erkagi Mokiyona. O'rdaklar qanchadan edi? O'rdaklar qanchadan bular? Inda o'tkalar. O'rdak Pekinlar 100 mingdan 250 ming. Inda o'tkalar. Mokiyon kurka ham bor. Yo'llari ham bor ekan, qarang. Maslahan batafsil video qilaman, hozir. Xo'rozi, oqam xo'roz, Mokiyoni. Kurka Mokiyon. Kurka Mokiyon. G'ozlar qanchadan? Xo'rozi 400 ga 350 dan ekan. Chexsk paroda. Kurkacha Mokiyon. Hozir savdo qilyaptilar-da, o'z savdo qilganlar uchun pullar tegmayapti. Mana bu kishidan. O'rdaklar pullarki 100 mingdan ekan. 100 mingdan pekinskiy o'rdaklar. Kurkalarning narxini aytasizmi? Sizlar endi batafsil video qilaman, o'tkazmasdan ko'ringlar endi. Mehnatimizni qadrlangan holatda. So'raysan ha shudan. Papugaylar, qushqator pon, nozmaslar video qilib chiqarib beraman sizlarga ponlar. Narx-navolarni, nomerlarini qo'yib ketamiz. Bu kishi apa har doim shu yangi bozorda savdo qiladilar. Pastiyan bo'ladilar shu bozorda, o'sha kishi nomerlarini qoldirib ketaman o'zi. Kurkalarni nech pullar Mokiyonlari? 300-250 dan. Tuxum tug'ish tug'masligini ko'rish kerak, hozir palajini to'g'ri kelmaydi. Mana o'rdak jo'jalarni chiqarganlar, papugaylar ham bor. Papugaylarni mana o'rtacha yoshdagisi ekan ko'rgisi. Mokiyonlari menimcha ko'proq ekan, nari mana bu yashilcha nar. Qarang, ana ko'ki nar. Mana bu tepadagi mana bu nar ekan bu. Ana bu oq Mokiyoni. Mana tumshug'idan bilsangizlar bo'ladi, tayyor bo'lgan mana. Xo'sh, o'rdak jo'jalarni nech pullar? o'rdak jo'jalar ana bular rossiyskiy paroda. Rossiyskiy paroda. Bu da g'o'zda kattaligi 4 kilo, 5 kilodan 7 kilogacha bo'lakoni. 40 sotyapman, 35 ga beraman. Ana bu pekinskiy bu. Pekinskiy. Bular 40 nima 40 yo'qmiz, 30 dan qilib beramiz buni. Bular anonday bo'ladi, o'zi ko'rsatganingiz bor. Ha, bo'ldi. Papugaylarni nech pullar? Papugaychalar 70-60 dan qilib beramiz. 70-60 dan o'rtacha yoshdagi papugaychalar ekan.
Mana rangidan ham o'zi boshqacha ajralib turadi, qaranglar. G'ozni, jo'jalarning rangi mana shunaqa bo'ladi. O'zi katta parodaki o'rdak jo'jalar mana qaranglar. Katta ekan bularga nisbatan. Mana bularni oddiy pekinskilar rangi mana bunaqa. Bu hozir tug'ish to'polon qanaqa paroda dedilar? To'g'risi ismi qolmadi. Katta bo'ladi dedilar, o'sha 5 kilo yetib keladi. qarang, Bedana. buni ichiga Bedanalar tuxumlikmi bular? Bedanalar tuxumlikmi? tuxumlik mana bular 30-25 dan qilib beramiz. Bu mana Floris'ki bu. Ham tuxumga ham go'shtga. Necha puldan bular? 35 ming. 35 ming. 25, 30 ming. Taklikli ham bor ekan. Lavay. Yo'q, bu o'rdak, chili-vili, rossiyskiy. Tuxum yo'nalishdagi mana legormi bular parodas? Bular ha, o'shandan. Oq legor. Tuxum yo'nalishdagi mana. Jo'jalari, xo'roz tovug'i 35. aralash ekan. Bular 80. 80 ming kattalari mana. 35 ming jo'jalar. Necha oylik jo'jalar? Bu 2 oylik bo'ldi. 2 oylik jo'jalar. Bu yoqdan bitta obzor qilaylik. Bular fabrika. fabrika 50-40 dan qilib beramiz. 50-40 dan. Lamasendi deydi buni. Lamasendi. Tuxumliga juda yaxshi narsa. Bu lamon brown. Lavandira bu, bilasiz buni. Aha. Qanaqaligini tuxumga juda zo'r. Qovoqdan ham ko'ra, nimadan ham ko'ra, lekin qizilni juda yaxshi oladilar. Tuxumi ham qizil bularni. Tuxumi ham qizil, nimasi ham katta. 80 mingdan ekan mana. Mash qator shu kishidan men o'z nomerlarini qoldiraman. Telefon qilib jo'jalari ham bor ekan uylarida. Jo'jalardan ham zakaz qilsangizlar bo'ladi. Bu kishi pastda ham bozorda bo'ladi. 94lik 465 465 52 00. 5200. Sonya apa. Sonya apaga telefon qilaverasizlar uni. Navoiy yangi bozorda. Mash qator poni shu kishida. Jo'jalar ham ko'p chiqqan Navoiy yangi bozorda o'zi. Jo'jalar ancha ko'payib qolgan o'zi bahor oldi. Yechi mana bularning hammasi 4 ta tovuq, bitta xo'roz olsam 1 millionga berib yubораman. Xo'sh. Sholkoviy, chapapat yaponlar. Bentam. Necha puldan narxlari? Havoylar 500 ga. Puxavoylar 500 parami? Pari. Tuxumdan? Tuxumda. Mana bular 4 ta narsa ham tuxum qo'yadi. Xo'p, necha puldan narxi? Mana bitta, ikkita, uchta, bitta xo'roz. Xo'rozi Mokiyon va 4 ta. 4 plus 1. Mana tepada ham chapapat xo'roz. 4 plus 1 necha pul? 4 plus 1 necha pul? 4 plus 1. Bantamlar. Yaponlar. Koreyskiy nimalar mana bular bilan 1 million 5 tasi. 5 ta 4 plus 1 da bitta xo'roz 4 ta Mokiyon. 1 million so'maga. Bunga har kilo kursangiz 1 million 200 ga beradi. Bu bosh. Sputnikdan edi. Jo'jalar ham bor ekan. Jo'jalar ham. 1766. Jo'jalar nima paroda bular? Ha? Qora shahzodam yo'q. Jo'ja tuxumini olib kelib qo'shtirdik. Mana qora shahzodalar bilan qara apam bilan bunda olganida ketib qoldi uni sotib. Qora shahzodalarini 500 ming. Ovozlarni eshitayotgan mijozlarga ham qora shahzoda jo'jalar ham bor. Necha puldan jo'jalar? Jo'jalarni 8 mingdan. 8 ming so'mdan. Nima paroda bular? Bunda 4 xil paroda bor. Jesi bor, Andijon qora tavug'i bor, Brahma bor. Aralash, ha? Ha, Hammasi. aralashdilar. Nomer bering, nomer. 93lik 317 66 11. 317 66 11. Ha, firmaga kelsa ko'radi o'zi. Sputnikda dedizmi? Bitta bog'liq zavod bor. Bog'liq zavod bilan istinamiz bunday turibdi. Bo'ldi. Zavod bilan. Uyingizda har xil parodadan bormi? Men o'zim bir obzorga borsam bo'ladimi uyingizga? Bo'ladi. Obzorga chiqaramiz. Tavuqlarni ko'rsang bo'lsa, jo'jani hammasini olib ketdi. Mana ko'rsat bir mana bu literdan chiqdi tovuqlarni. 4 kilo, 5 kilo keladi. Bo'ldi, men uyingizga boraman, obzor qilamiz. Mana shaharda. Mana alborni 15 mingdan olaman desanglar. Bu nima paroda ekan?
15 ming so'm. 15 mingdan чисто jersi bilan Brahma. Qaysi bir Jers, qaysi bir Brahma? Bitta ko'rishdi. Jersi mana qoralar. Aralash bo'lib chiqqan ekan, ha? Aralash. Qon aralash ekan. Narxi nechi pul? 15 ming. 15 mingdan. Tuxumini 10 ming deydi. Tuxumini buni. Ha, jo'jashalar hozir bu 3 kunlikmi? Necha kunlik? 3 kunlik bo'lsa kerak. 3 kunlik. Siz nima qiladi? Kelmayapti uchadi. 91lik 317 66 o'yin bir, ha? 93lik. 93lik ekan. Ha, telefon qilib so'raysiz. Navbatda aka, sizlar tuxumlar narxini ko'rsatib turaman. 32 ming so'm ekan bir fil ekan, donasi 1000 so'm. Xo'sh, quyonlar. Xo'sh, hikolmi paroda? Nechi pullar narxi? Kattalar nechi kilo bo'ladi? Ota-ona. O'zingiz ko'paytirasiz, 7 kilogacha hikol paroda bular. Ana Kaliforniyalik paroda, hikol paroda aralash ekan. Bular Flandermi, amaki? Qanaqa paroda bular? Bu Kaliforniya mana Hinkol bular. Bu hikol, mana bu Kaliforniyalik qulog'i mana qora, tumshug'i qoracha. Mana Kaliforniya. Xola katta, yoshi katta bo'lsa shunday turaveradi. Ha, bu ekzotik quyon bu. Quloqchalari mana kichkinagina bo'ladi, o'rtoqlar. Narx nechi pullar? Ayting narxlari. Ha, hikol quyonlar 50 mingdan. Yetar 2 oylik bor. Bu nechi pul bu? 150 ming. Xo'sh. Ekzotik dedim. Senzura. Xo'sh. Narxlarini yana batafsil so'rasangizlar bo'ladi. Ha, kapalaksimon quyon zotidan ham bor ekan. Ko'rib turganlaringizdek. Men quyon kimga kerak bo'lsa agar nomerlarini olaman hozir, qo'yamiz. Bemalol qilib telefon qilib so'rashingiz mumkin. Nomer ayting, nomer. Telefon nomeri ayting. 99 758 7068. Manzil qayerda? Uydan orqasida yashaydi, shaharda. Bular qanaqa paroda ekan bular? Ha, xo'roz ekan bu. 5000 so'mdan narx. Kimga kerak bo'lsa ya telefonga so'rashingiz mumkin. Nomerlarini oldim ata. Hozir mana shu quyonlar qatorida mana shu tomona qoni o'g'lar, xo'rozlar boyagi narxda bo'lish kerak bular ham. 80 mingdan dedilarmi, 70 mingdan dedilarmi, xo'rozlarimdan bemalol telefonga so'rashingiz mumkin. Если что. Aka, o'zlari hozirda o'zi obuna bo'lmoqchilar, sizlar ham obuna bo'lib qo'yinglar, ko'paytiraylik. Men sizlarga hozir shu yerda o'zi kanalga obuna qilib qo'yaman. Mana o'rtoqlar, shu kanal bizaniki. Katta rahmat. Mana aka xursand bo'ldilar. Chiroyliroq parodalardan sizlarga video qilib beray. Narko'rkalar. Bozorga kamdan kam mumkin tovuqlar chiqqan. Atayman bu Loman Brown, Sandy. Fabrika tovuqlar ko'proq. Endi ular ishlagan, to'g'risini aytsam, mana bular ham qitta yoshi 2 yillik tovuqchalar. Men sizlarga hozir narxini so'rab olib bersam bo'ladi. Ha, narko'rkalar ham bor ekan, hozir savdo qilyaptilar. Narxi nechi pullar tovuqchalaringizda? 100 mingdan ekan tovuqchalar. Xonaki tovuqchalar 100 mingdan. Mana lekin Loman Brown. Buning narxi nargisi adashmasam Sandy bilish kerak, oq Sandy. Narko'rkalar nechi pullar narko'rkalar? 350 ga 400. Bu haqda video chiqarganman, kanalimizga ko'rsangizlar bo'ladi. 6 kilo 800 ga 7 kilo ekan. Qaysi kurkani boqish daromadi ko'proq degan video chiqarganman kanalda, bir ko'ringlar. Yaqinda chiqarilgan 3-4 ta video oldim. Ko'rishlaringiz mumkin. Bu qator ham sizlardanmi polni?
Jersi bor ekan mana bu yerda. Qora shahzoda. Dominant. Lamon Brown. Xo'sh. Mana qanaqa xo'rozet paroda? Xanyan. Mana bu tavug'i, bu xo'rozi. Bu Lamon Brown emasmi? Xanyanmi bu ya? Qani, mana lemon brownlar. Ha, u yoqda ekan. Böyle. Rangidan o'zi ajratib olsangizlar bo'ladi, svetidan o'zi. Krasniy, baland rangda. Xo'p, mana bu qora shahzodalar necha pullar? 800 ming. Para nech donasigami? Nech 3 plus 1 mi, 4 plus 1 mi? 4 plus 1 mana bitta. 1, 2, 3, 4 ta mana bitta xo'roz. Xo'roz necha kilo? 5 kilodan ziyod. Tovuqlar Ozin bahor oldi. Ozg'irroq bo'ladi. Hammasi bu yoq sizlardanmi? Bitta nomer qo'yaman-da videoga. Xo'sh, dominantlar necha pul bular? 200 ming. 200 mingdan. Xo'roz necha pul? 150. 150 ming. Yo'q, YouTube. Xo'sh. Bular narxini ayting, apa bular? Narxini ayting bitta. Bularmi? Xo'sh. Bular 60 ming, mana bular 100 ming, 120 ming. Lamon Brown. Bular 100 mingdan. Oqsendi. 60 ming. 60 ming. Qani. Nomer ayting bitta. 93 662 69 90 manzil. Karmana tumanidan ekanlar. Sizlar har hafta shu yerda bilasizlar chopku? Shaharga chiqamiz ertaga. Har yakshanba shaharga. Böyle telefon qilishadi. Mana eski shahardan, Glaznoy oldidan. Ha. Xo'sh. Endi o'tganlar o'z narxini so'raymiz va tuxum tug'oytirgan ekan. Glaznoy bansan olay dedingizmi? Eski shahar. Xo'p, dakallardan boshlaylik. Dakallar necha puldan? 150 ming so'mdan dakallar. Narkurkalar necha puldan? 400 ming. Vesi qanchadan? 400 ming erkak bular. Yo'q, vesi. 8 kilodan. 8 kilodan ekan. Vesi yana kelish olaverasiz. Qaranglar. Indautkalar necha puldan? Indautkalar. Indoklar 120 ming, 220 ming. Xo'rozlar 250, mokiyolar 120 ming. Mana tuxumlari ham bor ekan. Urug'langan inkubatorga tashlab o'shtirsangiz ham bo'ladi. Xo'sh, mana bu yoqqa qaranglar. Men sizlar bramalarni ham video qilaman, so'rab. Egalaridan, yesicha. Xo'sh, nomer ayting. Nomer 88 farq yo'q. 97lik 668 1171. Akadan mana telefon qilib so'rashlaringiz mumkin. Pekinskilar ham bor ekan, orasiga yesicha. Pekinda 120 ming onalar, otalar 120. Odam bular. ha, eshitib turibsizlar narxlari. Pekinskilar ham bor ekan. Pulga qancha bo'ldi? 400 ming. Bu yuzda nima jo'jasi bor o'zi? Jo'ja chiqmabdimi? Inkubatormi o'zi bostirasizmi? O'zi bostirarlar. Maydanda nasib bo'lsa endi. Maydan ko'payadi, ha. Masalan, endi ana shu internetga haqida video chiqarganman, bilasizlarmi? Ingliz tiliga, o'zbek tiliga video chiqarganman, ma'lumotli. Xo'sh, prosmotrlarimiz yaxshi bo'lgani yo'q. Sababi erta maydan asnovni internetga sezon boshlangandan keyin odamlar qiziqish boshlayveradi. Mana narxlarni ko'rib turibsizlar. Mana o'rtoqlar, o'zi sizlarga Jaloirdan, Navoiy shaharda o'zi Pavorotda ekanlar, Varqdan ekanlar. Varq mahallasidan shu endi tirikchilikka oldi sotib qiladilar. Endi postoyanni bularda bo'ladi. Mana svetli bramani, xo'rozi, tovug'i, dakallar. Mana to'yomli brama bor ekan. Xo'p, narxlarini ayting. Dakallar mana 180 ming. Mokiyolar tuxumdami? Ha, tuxumda. Mana dakallar bor, qorasi, tovuqchalar. Yeslicha o'z qafasicha yaxshi ko'rinmayapti o'z bular. Mana bular o'zi inkak turibdi, bog'lardan qo'yib qo'yganda. Ha. Mana bular 40 bo'ladi. Xo'sh, svetlilar necha puldan? Biraman. 200 ming so'mdan. Tovug'i xo'roz 200 ming arilar.
200 ming shilling. Xorozlar 80. Prosta xo'rozi 80. Bu kishiga jo'jalar erta martda oxiridan deyaptilar. Bir oylik jo'jalar ham bo'ladi bizada deyapti. Desicha so'rab telefon qilib olaverasizlar, nomerlarini qoldiramiz. Indik jo'jalar, ha? Indik jo'jalar bo'lar ekan, mana indik jo'jalar so'rayotibsizlar-ku. Kommentariylar. O'qib turaman kommentariyalaringizni, kommentariy yozib qoldirib YouTube algoritmlari uchun yaxshi foydali. Nomer ayting. 93 877 19 mana telefon qilib so'raysizlar. Polni. Jo'jalar hammasi bo'ladi bizlar. Mana sizlarga obzorchani bo'lgancha oldim. Ko'pisi bir xil parodalar. Bozor obzorchasi bugunga yetarli bo'ldi o'ylayman. Oxirigacha ko'rganlar bo'lsa, agar like bo'lsa, shu kommentariy yozib qoldiringlar. Navoiy yangi bozordan.